alaykum. Bugun biz taxminan 11-bobda gaplashamiz. Pul psixologiyasini 11-bobiga yetib keldik. 11-bob nima haqida desanglar, ratsional, ya'ni 11-bob oqilona mulohazali bilan solishtiradi. Bu yerda oqilona qaror bilan bizga mos keladigan qarorni solishtiradi kitob muallifi. Pul masalasida mutlaqo to'g'ri bo'lishdan ko'ra o'zingga mos va barqaror bo'lish muhimroq deydi. Ya'ni ratsional ingliz tilida matematik jihatdan eng foydali qaror emas, reasonable deydi. Ya'ni psixologik jihatdan davom ettira oladigan qaror yutadi deydi. Ratsional nima o'zi? Faqat mantiqqa tayanuvchi, sovuqqon mulohazakor bo'lgandan ko'ra maqsadga muvofiq oqilona ish yurituvchi odam bo'ling deydi. Bu naqada. Ratsional qaror bu maksimal foyda beradigan matematik jihatdan eng zo'r variant. Masalan, hamma pulni yuqori riskli aksiyalarga qo'yish katta foyda ehtimoli katta foyda ko'rish ehtimoli bor. Kredit olib investitsiya qilish daromad tez oshirish imkonini berishi mumkin. Nazariyada zo'r, amalda stress, qo'rquv, uxlay olmaslikka beradi. Va reasonable nima degani desak, reasonable qaror siz uzoq muddat davom ettira oladigan qaror. Tashab qo'ymaysiz, og'ir yuk emas, barqaror ketasiz. Masalan, riskni bo'lib investitsiya qilish, riski kamroq bo'lgan joylarga investitsiya qilish, mayli u katta foyda olib kelmasa ham barqaror foyda olib keladi, lekin sizni nolga tushira olmaydi. Qarzsiz yashash, sekin lekin barqaror o'sish. Bu matematik jihatdan maksimal emas, lekin psixologik jihatdan barqaror, sizni xotirjam ushlab turadi. Nega bu muhim? Pul bu matematika emas, bu inson xulqi. Agar strategiya sizni stressga solsa, siz qo'ygan strategiya, siz sotib yuborasiz, vahimaga tushasiz va rejani buzasiz. Shunda eng to'g'ri strategiya ham ishlamaydi deydi kitob muallifi. Investor misolini keltiradi. Bu yerda Warren Buffett hech qachon maksimal risk qilmagan. Uning kuchi sabr, oddiylik, uzoq muddat. Menimcha bitta aksiyani o'zidan birdaniga katta boylikka erishmagan. Ya'ni bu uzoq yillar davomida aksiyalarga pul tikib, aksiyalar narxi tekin o'sib kelgan va har xil joylarga pul tikkan deydi. U eng aqlli bo'lgani uchun emas, eng barqaror bo'lgani uchun yutgan deydi. Barqaror ushlab turgan aksiyalarga pul tikish, investitsiya qilishi eng katta xato. Ko'pchilik eng zo'r strategiya qaysi deb so'raydi. Asl savol qaysi strategiyaga davom ettira olaman deyish kerak o'zi aslida. Chunki nima bo'lishini bilmaysiz. Hamma bor pulni tikib olsangiz, nolga tushiradigan bo'lsa, u sizni tomon bo'ladi. Shundan ko'ra har xil joylarga nolga tushirmaydigan aksiyalarga pul tik deydi kitob muallifi. Ilmiy tomoni bu yerda moliyaviy qaror deydimi? Odamlar qo'rquv bo'lsa sotadi, nimadir uni havasda sotib oladi. Ya'ni emotsiya matematikani yutadi. Bu yerda pulda nimadir xarid qilayotganingizda strategiya bo'yicha yurishingiz kerak, to'g'ri strategiya qilib, chunki hissiyotda biz sotib olamiz ko'p narsalarni. Shuning uchun o'zingizni hisobga olmagan reja uzoq yashamaydi. O'zingizni emotsiyalaringizni hisobga olmagan reja uzoq yashamaydi deydi. Chunki
tez qaror qabul qilib olishingiz mumkin. Hop, eng kuchli fikr kitobda mukammal reja kerak emas, uzoq davom etadigan reja kerak deydi kitob muallifi ham. Yakuniy xulosa qiladigan bo'lsak, bu rational va reasonable degan ingliz tilida so'z bor. Shu birinchisi bu maksimal foyda, ikkinchisi bu maksimal barqarorlik va pul o'yini uzoq o'yin. Deydi kitob muallifi bu bob oxirida. Shu bugungi bob, keyingi videoda 12-bobni sharhlaymiz. 12-bob bo'lsa surpriz deb nomlanar ekan. Hozir ko'ramiz. Tarix o'zgarishlarni o'rganuvchi fan, lekin negadir undan kelajakka qo'llanma sifatida foydalanishadi degan bob ekan. Menimcha tarixga qarab har doim ham qaror qabul qilish kerak emas degan ma'noda kelgan edi bu bobda. Keyingi bobda sharhlab chiqamiz. Taxminan 6 daqiqalik video bo'ldi. Bitta bob sharhlashga ketyapti. Shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat. Bizning challenge'imiz davom etyapti. Har kuni bittadan video chiqarishga harakat qilyapman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.